Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan Javon Abdumomopov HTML darslari davom etadi. Bugungi darsda sizlar bilan havolalar, ya'ni linklar haqida gaplashamiz. Xo'p, o'zi HTMLda havola nima uchun kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Havola odatda ikkita maqsadda kerak bo'ladi. Birinchisi bu tashqi havola, ya'ni internetdagi biror bir manzilga havola qoldirish uchun. Ya'ni o'sha sizlar ko'rgan bo'lsangiz, veb-saytlarning ichida qanaqadir boshqa veb-saytlarga havolalar bo'ladi. Misol uchun Instagramga bo'lishi mumkin, YouTube'ga bo'lishi mumkin, Telegramga bo'lishi mumkin. Ya'ni internetdagi boshqa shu saytdan tashqaridagi biror bir manzilga havola qoldirish uchun. Ichki havola bo'lsa bu shu kompyuterimizdagi HTML hujjatlarni bir-biriga ulash uchun deyilgan bu yoqda. Lekin bu o'sha asosan shu veb-saytni ichidagi boshqa sahifalarga havolalar qoldirish. O'sha bilsanglar veb-sayt o'nlagan, yuzlagan veb sahifalardan tashkil topgan bo'ladi. Shu saytni ichidagi boshqa sahifalarga yo'llanma, o'sha havola qoldirish uchun. Buni misolda ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana savat tugmasi bor. Bunda o'sha havola joylashgan. Buni bossam, o'sha savat sahifasiga o'tkazaveradi. Mana bu asosiy sahifa, onlayn do'kon asosiy sahifasi. Buni hozir agar savatni bosadigan bo'lsam, mana ko'rishingiz mumkin. Kart, ya'ni o'sha savat sahifasiga o'tkazaveradi. Endi mana bu yoqda kirish yo'llanmasi, ya'ni o'sha havolasi bor. Buni bosadigan bo'lsam, hozir bizni kirishga o'tkazib yuboradi. Ya'ni ro'yxatdan o'tishga yoki login qilish sahifasiga o'tkazib yuboradi. Mana e'tibor bersangiz, login sahifasi. Endi mana bu yoqda ham havola bor. Mana ustiga borsam meshka o'zgaryapti. Bu yoqda asosiy sahifaga yo'llanma bor. Buni bosadigan bo'lsam, ya'ni to'g'rirog'i havola asosiy sahifaga. Endi pastroq tushsak, mana batafsil. Bu yoqda mana sotuvchilar sahifasiga yo'llanma bor. Xo'p, endi yana asosiy sahifaga qaytaman. Pastroqqa tushsam, mana yana sotuvchilar sahifasiga yo'llanma, ya'ni to'g'riroq havola. Buni bossam, mana sotuvchilar sahifasiga yo'naltiradi. Bu hammasi hozir ko'rsatganlarim hammasi ichki sahifalar hisoblanadi. Ya'ni shu veb-saytning ichidagi boshqa bir sahifalarga yo'naltiruvchi havolalar. Misol uchun mana buni bossam, endi o'sha messages, ya'ni o'sha sotuvchilar bilan xabarlashish bo'limiga, to'g'rirog'i sahifasiga o'tkazadi. Ya'ni ichki havolalar shular bo'lishi mumkin. Mana veb-saytning ichidagi boshqa sahifalarga yo'llanmalar hisoblanadi. Xo'p, tashqi havolani tushuntirib o'tdim. Tashqi havola bu bitta saytda boshqa bir umuman boshqa saytga havola qoldirish uchun. Xo'p, endi biz kodga o'tadigan bo'lsak, bizga havolalar qoldirish uchun a tagi kerak bo'ladi. Ya'ni havola elementini, link elementini qoldirish uchun a tagi kerak bo'ladi. Xo'p, biz undan oldin bu yoqqa bitta o'sha yangi HTML fayl yarata olamiz. Fayl, new file bu yoqqa. Xo'p, kelinglar, muammo bo'lmasligi uchun rабочий stoldan bitta papka ochib olsak yaxshi bo'lardi. Mana buni o'chirib tashlasak bo'ladi. Hop, bu yoqdan yangi papka ochib olamiz. Misol uchun havolalar degan. Buni ichidan endi ikkita emas, hozircha bitta yetib turadi bizga. Fayl yaratib olamiz. Hozir bu shart emas, buni ichiga yaratish. Biz bu yoqdan fayl buni ochib olishimiz mumkin bo'ladi. Open folder qilamiz, ya'ni papkani ochamiz, ya'ni yaratib olgan papkamizni ochamiz. Mana havolalar va select folder o'sha papkani tanlash qiladigan bo'lsak, mana bizga ochildi. Ishonasanmi shu anaqaga manbaga deyaptimi? Ishonaman deyman. Buni o'chiraman. Mana. E'tibor bersangiz, mana havolalar papkasi. Endi bu yoqdan yaratib olishim mumkin. Mana tepada new file degan buyruq turibdi. Shuni bossam, shuni ichiga yaratishim mumkin. Men misol uchun asosiy sahifa.html. Xuddi shunaqa tartibda yozganinglar yaxshi. Ya'ni asosiy alohida, sahifa alohida emas, asosiy chiziqcha sahifa nuqta hech qanaqa joyda emasdan html. Enter bosaman va mana chiqdi. Xo'p. Endi men buni, ya'ni kodni o'sha HTML strukturani to'g'ri yozmaslik uchun VS Code bitta funksiyasidan foydalanaman. Undov belgisini chiqaraman. Bu shift va bir tugmalarni birdaniga bosish orqali chiqariladi. Mana undov enter bosadigan bo'lsam, menga to'liq o'sha HTML strukturasini chiqarib beradi. Xo'p, endi bu yoqdan boshlayman yozishni. Misol bu mavzu havola, yo'q, havolalar emas. Asosiy sahifa bo'ladi. Xo'p, endi men tashqi havola o'rnatish uchun menga a tagi kerak bo'ladi. A tagi, yozib oldim a tagini. Endi a tagining ichiga bu havola nimani, ya'ni qanaqa matn bosilganda chiqishi kerakligini yozishim kerak. Men misol uchun Instagramga o'tish havolasi. Misol uchun mana buni saqlayman. Xo'p, endi buni o'chirib olishim kerak bo'ladi.
havolalar, mana asosiy sahifa, mana Instagramga o'tish havolasi. E'tibor bersangiz. Xo'p, bu yoqda hech qanaqa bunday bossam hech nima bo'lmayapti, shunaqa o'zgarmayapti. Ya'ni bu Instagramga o'tish havolasi deb yozib qo'yishning o'zi kam. Biz bu yoqqa o'sha havolani o'zini ham berishimiz kerak. Havolani o'zini berishimiz uchun bizga endi href atributi kerak bo'ladi. Href atributiga biz havola manzilini beramiz. Bu href degani hypertext reference degani, ya'ni gipermatn reference, ya'ni yo'llanmasi degani. Shu href atributidan foydalanamiz. Xo'p, kodimizga o'tamiz va bu yoqda mana a tagini, ochuvchi tagini oldiga qo'shimcha bitta href degan atributni yozamiz. Tabni bossak bizga ochib beradi. Endi biz bu yoqqa o'sha Instagramga o'tish havolasini qo'yishimiz kerak. Buning uchun bu yoqqa mana instagram.com deb yozib olamiz. Mana shu to'liq havolani Ctrl C qilib kopировать qilamiz va Ctrl V qilib vставить qilamiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, Instagramga o'tish havolasi qo'yildi. Xo'p, endi buni saqlaymiz. Endi sahifamizga o'tib yangilab oladigan bo'lsak, mana Instagramga o'tish havolasi, e'tibor bersangiz, rangi ham o'zgardi va tagiga chiziqcha qo'yildi. O'sha haqiqiy biz biladigan linkka o'xshadi. Endi buni bosadigan bo'lsam, mana Instagram sahifasiga kirib ketdi. Xo'p, endi buni faqat bitta muammosi bor. Buni muammosi, xo'p, buni asosiy muammosi, e'tibor bersangiz, mana bossam, shu vkladkani, shu sahifani ichida kirib ketyapti Instagramga. Unaqa bo'lishi kerak emas. Aslida bilsanglar, o'sha boshqa saytga kiradigan bo'lsa, nima bo'lishi kerak? O'sha linkni bosganda, bu yoqdan boshqa vkladka ochilib, shu yerning ichida Instagramga kirishi kerak. Biz buni shu holatga o'tkazishimiz uchun bizga yana bitta atribut kerak bo'ladi. Bu target atributi. Target atributiga biz blank qiymatini qo'shib qo'yadigan bo'lsak, havolani yangi sahifada ochishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, o'tamiz. Target atributi tabni bosadigan bo'lsak, mana bizga o'zi nima desa bo'ladi, podskaska ham chiqaradi. Mana blank, shu blankni tanlaymiz, mana. Endi buni saqlab kodimizga o'tamiz. Natijaga o'tamiz va yangilab olsak, mana yangilandi. Endi bosadigan bo'lsam, mana e'tibor berishingiz mumkin, brauzerda yangi vkladka ochib, yangi tab ochib, shu tabni ichida bizni havolamizni ochib beryapti. Bu juda ham qo'l keladi bizga. Xo'p, bu hammasi hozir o'tganlarimiz, kodda o'tganlarimiz, bu hammasi tashqi havolalar edi. Mana bu hozir tashqi havola bo'ldi bizda. Tashqi havola, buni yozib qo'yishimiz ham mumkin mana bu yoqda. Hop. Tashqi havola. Endi bizga ichki havolalar kerak, ya'ni o'sha saytimizni ichidagi boshqa sahifalarga o'tish uchun. Sahifa. Ichki sahifa emas, kechirasiz, ichki havola bo'lishi kerak. Ichki havola, ya'ni ichki havola bu o'sha veb saytimiz ichidagi boshqa sahifalarga o'tish uchun ishlatiladi. Asosan mana bu yoqda ham o'sha havola bor. Mana havolani bossam, o'sha nima desa bo'ladi? Tovarimizni ichki sahifasiga o'tadi mana. Umumiy olganda, bu ichki havolalar veb saytimiz ichidagi sahifalarga kirish uchun kerak bo'ladi bizga. Xo'p, endi bu ichki havolani qo'yish uchun xuddi shunaqa, ya'ni a tagidan foydalanaman. Endi bu yoqqa men aytaylik, asosiy sahifadan qaysi sahifaga o'tishim kerak? Aytaylik, bog'lanish sahifasiga o'tishim kerak. Bog'lanish sahifasiga o'tish deb qo'yaman. Mana saqladim, yangilayman. Kodiga o'tib turib, buni yangilasam, mana bog'lanish sahifasiga o'tish degan link ham paydo bo'ldi. Endi hozirchalik mana bu tashqi havolamizni kommentga olib turishimiz mumkin va pastdan biz bu asosiy sahifalarni bildirish uchun bitta sarlavha qo'yib olamiz. Bu asosiy sahifa. Mana asosiy sahifa deb qo'yib oldik. Saqlaymiz. Yangilasak, mana asosiy sahifa va bog'lanish sahifasiga o'tish. Endi buni bosadigan bo'lsak, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi, mana. O'zgarish bo'lmayapti. Endi biz bog'lanish sahifasini bu href atribut ichiga yo'lini qoldirishimiz kerak. Endi yo'lni qanaqa qoldiramiz deydigan bo'lsak, biz yo'l qoldirishdan oldin bitta sahifa yaratib olishimiz kerak qo'shimcha. Buning uchun shu havolalar papkasining ichida yana bitta sahifa yaratamiz. Chunki veb saytimizni alohida sahifasi degani bu alohida HTML hujjat degani. Bitta HTML hujjat faqat bitta sahifaga javob beradi. Biz qo'shimcha sahifa qo'shish uchun alohida yana bitta HTML hujjat qo'shishimiz kerak. Endi bu yoqda bog'lanish sahifasi.html. Mana bog'lanish sahifasi. Bu yoqqa ham xuddi shunaqa shift va bir tugmasini bossak, bizga o'zi to'liq
strukturani qurib beradi. Biz bu meta, charset, UTF-8, meta, viewportlar haqida hali alohida gaplashamiz. Bularga e'tibor bermay turaverasizlar. Xo'p, bu yoqqa endi bog'lanish sahifasiligini bildirishimiz uchun bu yoqqa bog'lanish sahifasi. Xo'p, endi bu yoqqa shunaqa yana a tagidan foydalangan holatda havola qo'yamiz. Bu yoqqa xo'p, mayli, havola qo'yishimizdan oldin asosiy sahifadan bog'lanish sahifasiga havola qo'yib olaylik. Mana bog'lanish sahifasiga o'tish. Endi biz bu yoqqa o'sha bog'lanish sahifasini yo'lini berishimiz kerak. Uning uchun shunchaki mana ikkalasi bitta papkada turgani uchun to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilsak bo'ladi. Mana bog'lanish sahifasi deb yozsak o'zi chiqadi. BOG mana o'zi podskazka beryapti. Buni bosadigan bo'lsak, mana bog'lanish sahifasi HTML bog'lanish sahifasiga o'tish. Ya'ni xuddi shu yo'lga bizni o'tkazib beradi. Saqlaymiz, yangilaymiz. Mana bog'lanish sahifasiga o'tish. Buni bosadigan bo'lsam, mana bog'lanish sahifasiga bizni o'tkazib berdi. Ya'ni shunaqa. Endi biz bu bog'lanish sahifasidan asosiy sahifaga ham yo'llanma qoldirishimiz kerak. Uning uchun mana oldin bog'lanish sahifasiga o'tib olamiz. Bog'lanish sahifasiga. Bu yoqda endi asosiy sahifa. Ikkalasi bitta papkada turgani uchun to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilsak bo'lyapti. Agar bitta papkada turmagan bo'lganda, unda sal boshqaroq yo'l tutgan bo'lardik. Ya'ni o'sha nuqta slash orqali orqaga o'sha boshqa papkaga kirib olishimiz kerak yoki shu yoqda yana bitta boshqa papka bo'ladigan bo'lsa, shu papkani nomini yozishimiz kerak. Hozir ikkalasi bitta papkaning ichida turgani uchun to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilyapmiz. Asosiy sahifa HTML. Xo'p, bu yoqqa endi asosiy sahifaga o'tish deb qo'ysak, saqlaymiz, o'tib yangilaymiz va mana asosiy sahifaga o'tish degan havola paydo bo'ldi. Buni bosadigan bo'lsak, mana asosiy sahifaga o'tyapti. Bog'lanish sahifasi, asosiy sahifa, bog'lanish sahifasi, asosiy sahifa, bog'lanish, asosiy. Shunaqa qilib, nima desam bo'ladi? Sahifadan sahifaga o'tishimiz mumkin. Mana bu real saytlar ham xuddi shunaqa tartibda ishlaydi. Ya'ni bu asosiy sahifa bu bitta HTML hujjat, bu savat sahifasi bu alohida HTML hujjat. Misol uchun aytaylik, bu sotuvchi sahifasi bu alohida HTML hujjat. Ya'ni misol 10 ta veb-saytning 10 ta sahifasi bo'lsa, bu 10 ta HTML hujjat degani. Xo'p, demak, yaxshi. Endi yana bitta narsa, biz ichki linklarga ham, ya'ni bu bizda ichki link bo'ldi. Ichki linklarga ham o'sha target atributini berishimiz mumkin mana. Target atributi va uni blank qiymati. Buni saqlaydigan bo'lsak, ichki linklarni ham o'sha alohida sahifada ochib beradi. Mana misol bu turibmiz, e'tibor bersangiz mana buni bossam. Ha, kechirasizlar, men buni faqat bog'lanish sahifasiga beribman. Buni asosiy sahifaga ham berish kerak. Target blank saqlaymiz, yangilaymiz. Endi mana e'tibor bersanglar, buni asosiy sahifaga o'tish qiladigan bo'lsam, mana yangi yo'lda, yangi nima deydi, sahifada bu asosiy sahifani ochib beradi. Bog'lanish sahifasiga o'tish desam, mana alohida sahifada bog'lanish sahifasini ochib beradi. Endi bularni olib tashlashim mumkin. Bular bizga kerak emas. O'zi odatda ichki linklarga hech qanaqa target blank nima desa bo'ladi, atributi berilmaydi. Chunki sababi ikkalasi bitta, ya'ni sahifalar bitta saytda joylashgani uchun ularni yangi vkladkada ochish ozgina mantiqsizroq bo'ladi. Lekin qanaqadir o'sha katta saytlarda yoki qanaqadir misol to'lov tizimlariga bog'liq sahifalar bo'lsa, unda alohida sahifaga o'tish mumkin. O'zi odatda juda ham kamdan-kam holatda yangi sahifaga yangi vkladka ochib, o'sha yangi brauzerda yangi vkladkasida yangi sahifani ochadi odatda. Juda ham kamdan-kam holatda. O'zi ko'p ishlatiladigan format hech qanaqa target blank ishlatilmasligi. Shunaqa, mana yana bitta ko'rib qo'yishimiz mumkin. Yangilaymiz. Mana bog'lanish sahifasi. E'tibor berasiz, shu kompyuterimdagi C-disk, users papkasi, javlon papkasi, рабочий stol papkasi, havolalar papkasi va uning ichidagi bog'lanish sahifasi HTML hujjati o'sha brauzerda ochilgan. Endi buni mana e'tibor berasiz, bog'lanish sahifasi HTML. Buni asosiy sahifaga bosadigan bo'lsam, mana asosiy sahifa HTML bo'ladi. Ya'ni kompyuterdagi o'sha ikkita hujjatga bir-biriga bunaqa havola qoldirib o'tish bu. Shunaqa, ichki sahifalarga havola qoldirayotganda target blank atributini ishlatmagan yaxshi. Xo'p, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Sizlar bilan Jamol Abdumanov bo'ldi. Quyidagi o'sha terminlarni yozib olsanglar o'zinglar uchun yaxshi bo'ladi.
Xohlasanglar yozmanglar, ko'proq amaliyot qilinglar. Shu orqali ham, esda saqlab qolish mumkin. Xo'p, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.